Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz obunachilari. Mana ish jarayonlarimiz ketyapti. Tojikiston Xo'janddan bo'lgan edi bu zakazimiz. Mana ukamiz Sunnatullo o'zi hozir stanokda kraska sepishdan oldin bir ko'zdan kechirib ketayin, ishonch hosil qilay deb kelgan ekan. O'ziga aytamiz, mana qabul qilib oladi stanok qanaqaligini. O'zidan mana so'rab bilasizlar holatini, realniy ko'z bilan ko'rgan holatida kelib stanok haqida bir ko'nglingizdek narsa chiqdimi yo'qmi? Endi hammaga qiziqda bu, chunki qanchadan qancha Tojikistondan stanok olib o'tyapti O'zbekistonga. Deyarli ishlatadiganlar kam-da, shuning uchun men sizni chaqirganim mana hozir realniy ish jarayonidan chiqqan holatida bu. Kraska qilib, svorkali yaxshi kuyulmagan joylarini bir kraska bilan yo'q, yaltiroq qo'yilmagan bu. Qanday tayyorlangan jarayon bo'lsa, shu holatida turibdi-da. O'shaning uchun mana ko'rib ustani. Qanday holatda edi, siz o'ylagan narsa chiqdimi, yo'qmi? Bu kuzatuvchilarga bir ikki og'iz tushuncha berib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Jamol akaning qattiqchiklari. Men stanokni ko'rdim. Juda yaxshi chiqibdi va ilgaridagi ishlarini ham ko'rgandim, juda yoqqandi. Boshqa stanokni yasab beradigan shu vodiylik bir 3-4 joyga ham borgandim, bu juda yoqishdi menga. Yangi vaqtida. Hamma joylari yo'qdi. Sen yaqinlashtirib ko'ring. Mana xohlasam biznikini 20-aprelgacha chiqaradilar, yana video qilib tashlaydilar. Xudo xolasa buni yo'lga chiqishdan oldin yana bitta syomka qilib yetkazib beramiz, tayyor holatdagisini. Bu kanalimizga ham joylaymiz. E'tiborlarim uchun rahmat. Sog' bo'linglar.